Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 30-may 2026-yil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Irg'oliq qishlog'idan kelgan akamizlar bo'larga mana chiroyli bo'lgan tunkani o'rab bo'ldik. Pollarigacha ko'rishingiz mumkin. Choksiz variantda bo'lgan, polni komplekt shumkali bo'lgan, pollari yonlarigacha konteyner pollar qo'yib qo'yganmiz. Mana devor bilan bir xil bu narsalar qattiq tegsa bukilmaydi, zarbalar o'tkazmaydi, qiyshayib ketmaydi. Kuzovga ham orqasiga zarba o'tkazmaydi. Ba'zi joylarda mana penoflekslariga baqat holatda turibdi. Yo'llarigacha xuddi shu holatda penofleks shumkalari bo'lgan. Poli ham choksiz variantda shumkali holatda bo'lgan ular ham. Taylarigacha mana ko'rib turishingiz mumkin. 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Ochganda qo'lni kesib ilmaydi. Tag tomonidan ham shunaqa polni past tomondan xatirladi, yonigacha o'tgan bo'laman tagigacha. Xo'p, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatgacha o'rnatib beramiz. Xo'p, murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Mana shu ikkalasi ham ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. Bizda yana alohida orqasiga duga, poliga rezinka, tomiga bagaj, orqa oynasiga setka, yoniga sondiqlargacha bor. Alohida ham sotilaveradi. Kesalaring o'rnatib kelishtirib qilib beraveramiz unisini ham. Kamchilik xatolar bo'lsa, behijolat kommentariyaga yozib qo'yinglar. Imkon darajasida to'g'rilaymiz. Bu akamiz mana mashinasi, nomerni kim tanisa like bosib qo'yasizlar. Do'stlarga, yaqinlarga, labo olgan aka-ukalarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosinglar, fikrlaringizni qoldiringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.